Namanganda ne klassikada parkovka sotib olish necha pulga tushadi Bashir aka? Hozirgi narxini oxirida aytamiz. Bu yerda havas qiladigan joyi bor. Mijozimiz bilasiz 5 ta kvartira remont qilib topshirganmiz. Mijozimiz o'z otalari parkovka joy qidirmasligi uchun parkovka sotib olganlar, lekin narxi bitta moshina qimmatroq. Yuring, men sizga birinchi sharoitini ko'rsatib, keyin narxini oxirida aytamiz. Voy mashalloh. Aka bu men вообще katta deb tasavvur qilgandim. Nechtali o'zi bu nechta? Yo'q, unaqa katta emas. 26 kishiga mo'ljallangan. Har bitta parkovka uchun elektromobil bo'ladigan bo'lsa, elektrostansiya bor. Adashmasam 5 ta podyezdda kirib chiqiladi. Bu yerda 7 ta podyezd bor, adashmasam 7 ta yo 8 ta podyezd bor. Promo liftdan xonadonlarga chiqib ketsalar bo'ladi. Ha, parkovkaning o'zidan joy ham bor. Joy ham bor. Ha, podyezdga 1, 2, 3, 4 to'rtta podyezdga joy bor ekan. 26 kishilik ag'dan-bag'dan qilib sharoit qilishgan. Okey, sharoitlarni ko'rib turibman. Вообще dahshat parkovka. Endi narxiga necha pul endi bu, aka? Hozirxon otaga arziydi. Ya'ni otalari uchun 15 ming dollarga sotib olibdilar bu yerga mijozimiz. Kechasi kelganlarda qiynalmasdan bemalol parkovkaga qo'yib, xonadongacha ketish uchun xoti bor-ku, qiynalmaydi. Zo'r. Nima deysan, arziydimi? Albatta, aka, ota uchun. Ota uchun arziydi.